Dadajon, mendan xafa bo'lib yuribsizmi? Xo'p, mayli, teyaman erga. Faqat bitta shartim bor. ChatGPTga teyaman. Bu ortiqcha bitim buni. Ha, shunaqa. Ismi ChatGPT. Eng so'nggi versiyadagi robot dadajon. Assalomu alaykum. Sizga qanday yordam bera olaman? Qizim, bu odam yo'qdimi? Odamni boshim yo'ramanmi dadajon? Xohlagan paytim yoqib qo'yaman, xohlasam o'chirib qo'yaman, xohlagan mavzuyimda xohlaganimcha guring qilaman. Xohlagan ishimni qila olaman dadajon. Bundan ortiq nima kerak yana? Bo'lmasa kuyov bilan bir suhbatlashaylik. Xo'p, sizga qanday yordam bera olaman? Oting nima aytdi? Cho'michmi, chagardom nima? Mening ismim ChatGPT. Ha, ChatGPT. Qo'lingdan nima keladi? Men dunyodagi hamma bilimlarni miyamda to'plaganman. Ha, nechinchi yilsan? 2024-yil ishlab chiqarilganman. Ha, go'ydak ekansan. Og'zingdan ona suti ketmagan. Ona suti haqida ma'lumot beraymi? Ma'lumot kerak emas. Yer o'g'lari bilasanmi? U uchun Pro versiyaga ulanishingiz kerak. Oila nimaligini bilasanmi? Oila bu ikki jins vakili turmush quradi. O'rtada farzand paydo bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olishni xohlasangiz Pro versiyani yuklab oling. Hamma narsa pro bo'lyapti senda.